Assalomu alaykum hammaga hurmatli o'quvchilar. Demak, SAT matematikasining problem solving and data analysis bo'limiga oid, domeniga oid video darslarimizni davom ettiramiz va bu bizning 4-chi darsimiz bo'ladi. Endi shu domenga oid. Bu video darsi topigi bu data representations and scatter plots nomlanadi. Umuman datani tasvirlanishi, bitta grafiklar yordamida tasvirlanishi, ayniqsa diagrammalar desak to'g'riroq bo'ladi. Va scatter plots umuman o'sha berilgan ma'lumotlarga oid nuqtalar va unga mos model. Buni yaqin orada gaplashamiz. Va videoni boshlashdan oldin albatta ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bu Telegram uchun Asadbek Teacher SAT Math English, YouTube channel Asadbek Channel SAT English Mathematics. Siz bu kanallarga obuna bo'lish orqali juda ham ko'plab SAT ga doir qiziqarli ma'lumotlar, yangiliklar, mock testlar va video darslardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Bugungi darsimizning rejasi birinchi albatta data representations, ya'ni ma'lumotlarni grafikda, ya'ni line graph va eng commonlaridan biri line graph, ya'ni chiziqli diagramma va bar graphs, ya'ni ustunli diagrammalar bilan tanishib chiqamiz. Keyingisi scatter plots. Birinchi navbatda bitta data representations, bitta umuman ma'lumotlarning namoyishi keltirilgan bo'ladi, ya'ni ma'lumot beriladi qanaqadir researchdan or some like kind of surveydan, shunaqa qanaqadir ma'lumot beriladi va bu ma'lumot orqali siz oxiridagi savolga, ya'ni testda berilgan oxirgi savolga javob topishingiz kerak bo'ladi. Unchalik ham qiyin narsa emas o'zi aslida olganda, lekin sizga bu yerda bar graf bilan line graflarni tushunishingiz juda ham katta ahamiyat kasb etadi va ular yordam beradi yuqori darajada tushunish. Bar graphs bu mana bunday ustunlardan tashkil topgan va ustunga har bittasiga mos qiymatlar beriladi. Misol uchun mana birinchisiga 100 berilyapti, ikkinchisiga 225 va hokazo. Shunchaki har bitta ustun mana bularni elementlarini qanchalik qiymatga ega ekanligini ko'rsatib turadi. Bu alohida bittadan qiymat bo'ladigan bo'lsa, endi bu yerda chiziqli diagrammada umuman bir period oralig'idagi o'zgarishlar, bitta mana video game collection'ni o'zgarishi keltirilyapti. Ya'ni 2014-yildan beri 2015da qanaqa, 2016da qanaqa natija ko'rsatgan, misol uchun 2020da qanaqa natija ko'rsatgan, bular orasidagi eng katta o'zgarish qanaqa bo'lgan va shunga o'xshagan datalarni, ya'ni ma'lumotlarni namoyishi keltirilgan bo'ladi. Eng ko'p nima qiladigani, nima bo'ladi? Eng ko'p qo'llaniladigan, ayniqsa SAT uchun ana shu SAT savollarida eng ko'p qo'llaniladigan deylik, shuni to'g'riroq bo'ladi. Demak, bu bar graphs va line graphs bo'ladi ekan. Xo'p, data representations demak shunday ma'lumotlar beriladi va bu ma'lumotlarga oid savol beriladi va o'sha savolni ko'rib turib siz mutlaqo to'g'ri javobni tanlashingiz kerak bo'ladi. Based on this questionga ko'ra, ya'ni shu savolga ko'ra. Okay, scatter plots nima degani? U scatter plots to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak, umuman bitta sohadagi, sektordagi nuqtalar to'plamini ifodalab beradi. Endi mana shu nuqtalar survey natijasida kelib chiqqan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir balandlikka, bitta endi balandlikka eniga qanaqadir mutanosibligi keltirilgan, ya'ni balandlik qanchadir, eni qanchadir va o'sha narsa nuqtalar to'plami bilan ifodalanadi yoki qanaqadir survey bo'lishi mumkin yoki tadqiqotlar amalga oshirishi mumkin, so'rovlar va hokazo, ya'ni o'sha dataga oid ma'lumotlar beriladi. Ya'ni misol uchun x, y o'qi bilan beriladi ko'proq. O'sha nuqtada buni x o'qidagi qiymati nimanidir anglatadi va y o'qidagi qiymati nimanidir anglatib turib, o'sha nuqta x bilan y ga bir-biriga bog'lab beradi. Endi eng asosiy maqsadlardan biri mana bu nuqtalar to'plamini bilib olib turib, mana bunday demak model yaratib olish, bu yerda chiziqli funksiyani modeli keltirilgan, ana shu chiziqli funksiyani modelini yaratib olish va keyingi
nuqtalar berilgan nuqtalarni predict qilish o'zi aslida scatter plotslarni kiritishdan maqsad shunaqa bo'lgan. Demak, mana shunday tartibda ifodalanadi bular. Keyingi nimalarini so'rash mumkin. Future, ya'ni keyingi nuqtalar to'plami qanday bo'ladi deb so'rash mumkin yoki mana bu nimani eng to'g'ri modelining tenglamasi qanaqa bo'ladi deb so'rashi mumkin. Ya'ni scatter plots degani shu nuqtalar to'plami beriladi va nuqtalarga monand, ya'ni mos tartibda respectively demak unga specific modlar berilar ekan, funksiya beriladi. Bu chiziqli funksiya bo'lishi mumkin, undan keyin kvadrat funksiya bo'lishi mumkin, umuman ixtiyoriy funksiyalar bo'lishi mumkin va o'sha nuqtalarni joylashishiga qarab turib eng to'g'ri funksiya tanlanadi. Bu albatta beriladi umuman SAT'ni misollarida. Bitta example ko'rsak, misol uchun birinchisi data representations ga oid. Okay. Demak, example da aytyapti, according to the line graph above, between which two consecutive years was there the greatest change in the number of 3D movies released. Umumiy ma'nosida aytyaptiki, mana bu demak line graph berilyapti, chiziqli diagramma berilyapti va quyidagi berilgan yillardan qaysi oralig'idan ketma-ket kelgan yillarning qaysi oralig'ida eng katta o'sish kuzatilgan deyapti. Bu yerda 3D movielar haqida gap ketyapti. Okay, unchalik ham hali important information emas, shunchaki mana bu yillar oralig'i qaysi ikkita ketma-ket kelgan yil oralig'ida mana buni demak qiymati eng katta o'sgan, shuni topsak bo'ldi. Demak, o'zi bu yerda variantlar berib qo'yapti, A, B, C, D variantlar berib qo'yapti. Endi ahamiyat bersangiz, o'sish kuzatilishi har bitta oralig'ida har xil bo'lyapti. Endi men mana bu yerdan umuman ma'lumotlarni tahlil qilish nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi bunda. Demak, mana bu 2008 dan bu tomonini shunchaki remove qilyapman, ya'ni o'zim uchun. Nimaga? Chunki bu tomonda o'zi o'sishda kuzatilgan. Mana 3 yil uchun 2008 dan 2009 gacha, 2009 dan 2010 gacha va 2010 dan 2011 gacha 3 ta oralig'i uchun bo'ldi. Demak, shu uchala oralig'idan bittasi bo'ladi deb kuzatyapman, chunki mana bu yerda o'sish unchalik ham katta bo'lmagan. Albatta, bu qiyaligiga bog'liq. Qancha qiyaligi kattaroq bo'lsa, mana bu gradusi kattaroq bo'lsa, o'shancha o'sish kattaroq bo'ladi degan. Misol uchun mana bunday qilib bo'lib olsam hammasini. Demak, mana bu e'tibor beradiganimiz 2008 dan 2009 gacha. 2008 dan 2009 gacha taxminan nechida turibdi? Endi misol uchun 8 da turibdi deylik, misol uchun. 2009 20 da turibdi. Okay, 12 ga o'syapti ekan. 8 dan 20 gacha 12 ga o'syapti. Mana bu 2008 dan 2009 gacha. 2009 dan 2010 gacha nechiga o'syapti? Taxminan mana bu yerda 20 da turadi. 2, okay, mana bu yerda turibdi va 2 desak, demak 7 ga o'syapti. 27 atrofida. Taxminan orasidagi farqni bilib olsam bo'ladi. Endi 2010 dan 2011 gacha. 2010 da mana bu yerda 7 da turadi. 27 da bu yerda demak 45 yoki 5 desak ham bo'laveradi, farqi yo'q. Mana bu yerda taxminan 23 ga o'syapti desak to'g'riroq bo'ladimi o'shanda? Yoki 28 ga yoki 28 ga yoki bo'ldi. Bu yerda significant farq, juda ham katta ahamiyatli informatsiya emas, aniq nuqtasi virguliga qarab turib to'g'ridan to'g'ri topish, shunchaki qaysidir grid o'sgan shuni bilib olsak bo'ldi. Ya'ni 28 bo'lyapti-yu bu yerda. Demak, agar misol uchun 20 bo'lib qolganda ham bo'ldi. Mana bu ikkalasini shunchaki ortib ketgan bo'lardi. 2010 dan 2011 gacha bo'lgan o'sish 28 taxminan, albatta shunchaki bularga taxminiy qiyosini topib qo'ysak bo'ldi. 2010 dan 2011 gacha demak eng katta o'sish kuzatilgan deymizda. D javobi nima qilamiz? Ya'ni greatest change, eng katta demak o'zgarish desak to'g'riroq bo'ladi bundan. Demak, shu tartibda berilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha savoliga e'tibor beramiz.
datani tahlil qilamiz va javobni olamiz. Xo'p, keyingi example'ni ko'radigan bo'lsak, scatter plotga oid example. O'zi mana buni ko'rib turib, shunchaki mana buni ko'rib turib, ya'ni berilgan ma'lumotni ko'rib turib, variantlarni ko'rib turib, nima qilish kerakligini o'zi bilib olish mumkin. Shunchaki base fit modelini topish kerak. Men yana bitta o'qib qo'ysak bo'laveradi. Endi shunchaki bitta mana oxirida savoli muhimda ag'ib emas. Which of the following equations best represents the line of the best fit shown? Ya'ni mana bu line'ni qaysi biri, mana bu tenglamalardan qaysi biri to'g'ri ifodalaydi deb aytyapti. Buni albatta birinchi usuli bu har bitta nuqtasiga to'g'ri keladigan nuqtaga bularni qo'yib ko'rish. Misol uchun aniq bir nuqtasi bor, mana bu nuqtani olsak bo'ladi yoki yana qaysi nuqtani olsak bo'ladi. Taxminan mana bu nuqtani olsak bo'ladi. 3 dan kichkinaroq bir o'rgat. Lekin chiziqli funksiya grafikidan bu narsani to'g'ridan to'g'ri topib olsak ham bo'ladi. Misol uchun x, y degan o'sha koordinatalar sistemasi berilgan bo'lsa, koordinatalar sistemasida bu y teng x degan funksiyani grafiki mana bunday tartibda bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu y teng x degan funksiyani grafiki. Endi bu y teng x da agar 2x qiladigan bo'lsa mana bunday bo'ladi. Ya'ni y ga qaraganda ko'proq, y ga qaraganda ko'proq yotadi. Bunday tushirib olsam. Demak, bu yerda o'zi chiziqli funksiya grafikidan ma'lumki, x oldidagi koeffitsient musbat bo'ladigan bo'lsa, bu demak birinchi va uchinchi choraklarda bo'lishi kerak. Bu yerda ham shunaqa, birinchi va uchinchi choraklarda bor. Shuni hisobga olganda hamma x manfiy, ya'ni slopi manfiy bo'lgan javoblarni chiqarib tashlashimga to'g'ri keladi. Bu slopi manfiy bo'lgan javoblar -1.7x va -1.7x. Bittasi 2.8, bittasi -2.8. Demak, javoblarim to'g'ri javob yo A dan qidiraman yo C dan qidiraman. Endi e'tibor beradigan jihatimiz, demak, y teng 2x. O'zi y teng kx plus b ko'rinishidagi funksiya k betda y o'qiga qarab yaqinroqmi, mana bu chiziq yoki x o'qiga qarab yotganmi degan savolga javob beradi va shu bilan bir vaqtda bu birinchi, uchinchi choraklardan o'tadimi? Albatta ikkinchi chorakdan ham o'tishi mumkin, xuddi bu kabi. Yoki mana bunday tartibda, teskari tartibda bo'ladimi degan savolga ham javob beradi. Buni minus plusligi aniqlanadi. Demak, haligi mana bunga qaraganda haligi g'alvir degan narsani keltirganman o'tgan safargi darsda. Ya'ni bizda mana bu funksiyani, mana bu chizig'i grafikga oid tenglamani topish uchun bizda ikkita shart berilyapti. Ya'ni g'alvirimizni faraz qiling. Mana bu birinchi g'alvir, ikkinchi g'alvir. Birinchi sharti birinchi, uchinchi choraklardan o'tsin deganimizda, bu yerda bizda 4 ta javob bor edi, A, B, C da. Shu g'alvirimizdan B bilan D o'tmay qoldi-da, bizda ikkinchi g'alvirimiz bilan A bilan C qoldi. Endi ikkinchi g'alviridan ham o'tkazamiz. Bu yerda B ahamiyat kasb etadi. B tepaga pastga harakatlanishi, ya'ni o'sha chiziqli funksiyani. Agar B'imiz musbat bo'ladigan bo'lsa, OX o'qidan tepada yotadi. Mana bu nimasi? Kesish nuqtasi. Agar OY bilan kesish nuqtasi OX dan tepada yotadi, agar manfiy bo'lsa OX dan pastda yotadi. Ya'ni tepaga pastga siljishini aniqlaydi. Mana bundan ko'rib turganimizdek, bu tepaga siljiydi. Demak, bu yerda funksiyani nimasi? Tenglamasini b'si, ya'ni kx plus b dagi b'si 2.8 plusda bo'lar ekan. Mana bu yerda minus b, mana bu yerda plus. Demak, bu yerda ham mana bu g'alvirimizdan c o'tmadi-da, faqat a ni o'zi qoldi xolos. Demak, a mutlaqo to'g'ri javob bo'ladi shartimizdan. Xuddi mana shu shartlarni g'alvirga moslab olyapman-da. O'shani hisobiga a mutlaqo to'g'ri javob bo'ladi ekan. Misol uchun, agar mana shundan keyin ham javobingizga ozgina shubhalansangiz, bitta qo'yib ko'rishingiz mumkin. Mana bu aytganimdek 7 deb bitta 15 degan, taxminan 15 degan qiymat keltirilyapti. Demak, bu yerda x o'rniga 7 qo'ysam, taxminan 15 degan. Chunki aniq 100% o'sha nuqta emasda, endi bu yerda scale
bir xilda bo'lmaydi. 1.7 ko'paytiraman 7, qo'shaman 2.8. Shu atrofda bo'lish kerak. Plus 2.8. 14 butun mana shu narsa. X 7 bo'lganda y ham 14 butun 10.7 ni tashkil qilar ekan. 15 atrofida mutlaqo to'g'ri javob hisoblanadi. No ayrilib pastga tushib ketadi. Bitta nuqtani tekshirib ko'rishingiz mumkin. Endi buni yana bitta nimasi sizga berilgan SAT ni hali elementar tricky savollardan bittasi deyman. Bu yerda o'zi y dan kx plus b ko'rinishda bo'ladi, umumiy standart ko'rinishi deganmiz u. Lekin bu yerda 2.8 ni oldinga chiqarib qo'ygan. Ko'pchilik o'ylashi mumkin-da, bu yerda slope 2.8 deb o'ylash mumkin. Chunki slope y tengdan keyin srazi, ya'ni tez slope keladi. Bu yerda nima kelmasdi? Haligi b kelmasdi. O'shancha 2.8 bilan 1.7 ni almashtirib qo'yish mumkin. O'shancha slope faqat x oldida bo'ladi. Tenglikdan keyin har doim bo'lmaydi. Ya'ni o'sha har doim bo'lmasligini bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Mana shu tricky berilganligi uchun. Nima demoqchiman bu gap bilan? Siz mana bularni hammasini zo'r bilib turib, mana bu 2.8 slope deb olsangiz, demak mutlaqo noto'g'ri javob olasiz. Agar shu 2.8 slope deb olsangiz, demak mana bu javobdasiz katta ehtimol bilan. O'shani hisobga olganda siz mana bu berilgan line deb o'tadigan bitta nuqtani o'rniga qo'yib tekshirib ko'rishingiz kerak. O'shandan keyin mutlaqo to'g'ri javobni olgan hisoblanasiz. Demak, bugungi mavzumiz qisqacha va shulardan iborat edi. Agar kimda qanaqadir question bo'ladigan bo'lsa, bemalol komment qismiga yozib qo'yish mumkin. Albatta, qo'limizdan kelgancha javob berishga, bu mavzuni yoritishga harakat qildik. Demak, good luck, test takers, you got this.